Assalomu alaykum. To'g'ri tanlov qilyapsiz. Yaxshi ko'ylaklar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Milliy telekanal bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi. Kayfiyatlar qanchalar zo'r? Avvalambor biza Qozog'istondan kelgan turistlarmiz. Turistlarsizlar. Iya. Milliy kiyimlarimizni xarid qilyapsiz. Milliy taomlarimizni ham tatib ko'rdingizmi? Oshdi, ayniqsa. Oshga endi ketyapmiz, xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Siz uchun baxtmi? Baxt bu birinchi menda oilam, farzandlarim. Nima deb o'ylaysiz? Baxtga erishishingiz oson bo'ldimi? Yo'q. Qiyinchilik bilan erishdingiz. Qancha bilan erishdim. Shuning uchun men uchun eng birinchi o'rinda oilam, farzandlarim, ota-onam. Yaxshi ko'rib turmushga chiqdingizmi? Albatta. Necha yil ular sizni sevdilar? 2 yil 8 oy sevishib turmushlar ekan. 2 yil 8 oy. Qayerda uchratdilar sizni? Bizim bayramda, Oxirgi marta sizga qachon gul berdilar? xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni. Qachon pul berdilar? Mana bugun sayohatga. Pulni ayamasdan beradilar. O'zlari bilib beradilarmi yoki o'zingiz so'rab olasizmi? Menga pul kerak deb. Ko'proq o'zlari beradilar. Qaysi gapni ulardan kutasiz? Yaxshi ko'raman degan gaplar. Aytadilarmi, men seni yaxshi ko'raman, jonimdan ortiq ko'raman deydilarmi? 2 yil 8 oy yaxshi ko'rib yuraman aytmaydimi? Har kuni aytiladi bizlarda bunday gap. Har kuni aytiladi. Ha. Hech qanday hayajon bo'lmaydi bu gapni aytishda. Kamera orqali yaxshi ko'rishingizni aytib qo'ying. Hozir buni ertaga boraman deb qo'ying. Ko'ngillari tinch Xudo bo'lsin. xolasa soat 12 da uyda bo'lamiz. Turmush o'rtog'imni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Vau! Bunchalar zo'rsan.